Assalomu alaykum barchaga. Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xabaringiz bor. 31-yanvar, 1-fevral, 2-fevral, 7-fevral va 8-fevral kuni siz milliy sertifikat imtihoniga kirishingiz kerak. Lekin siz hali ham essayingizda qiynalyapsizmi? 70 ballga chiqara olmayapsizmi? Essayingizni, demak siz essayning eng nozik joylariga e'tibor bermayapsiz. Ya'ni, birinchi o'rinda essayning kirish qismi, ya'ni tezisga. Tezis va asosiy qismning shaxsiy fikr qismi aynan ekspert o'qiydigan muhim qismi hisoblanadi. Aynan mana shu joylariga siz e'tibor bermayapsiz. Buning uchun qanday e'tibor berish kerak? Ya'ni ba'zi bir guruhlarda aynan tezisni so'roq berish kerak deb aytadi. Ba'zi bir guruh adminlari esa yo'q, so'roq bermaslik kerak deydi. O'z aslida qaysi biri to'g'ri ekanligini bilmoqchimisiz? Unda siz aynan Zulfiyaxon To'ychi va jamoasi tomonidan tashkil qilinayotgan bepul essay marafonida ishtirok eting. Buning uchun 27, 28, 29 va 30-yanvar kunlari haftada 4 kun, har kuni faqat essay darsi, bepul essay marafoni. Bu darsda qatnashmoqchi bo'lsangiz, ushbu video xabarni 5 ta ta'lim guruhiga yuboring, rasmga oling va adminlarimizga yuboring yoki kanal izohida qoldiring. 70 balldan yuqori ball olish uchun ushbu darslarda ishtirok etishingiz shart.